Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Xudo xolasa, bugungi videolarim mana shunaqangi choyli nonlarni ishlab chiqaradigan stanoylar, xudo xolasa shular haqida bo'ladi, ma'lumotlar beramiz. Bu stanoylarimizni har xil variantlardan ustakalarimiz choyli holatda yasab berishadi. Buni hamma ichida men xohlasalar mana bunaqangi 3 ta porsionli vakuum beradigan porsioni 3 talik bo'ladi. Xohlasalar mana bunaqangi 2 talik variantlari bor. Xohlasalar bunaqangi 3 talik variantlar. Ichida kompressori, undan tashqari yana hamma detallarni o'zlari ustakamiz o'zlari qilib berishadi. Undan tashqari ustakalarimiz hozir svetoforlar ishlab chiqarishdi ham, hozir shaharlarimiz ko'ryapsizlar, kundan kunga rivojlanyapti. Svetoforlar ishlab chiqarishni ham yo'lga qo'yishgan. Choyli joylarga o'zlarining shunaqangi eng muhimi temirdan yasaladi. Bir xil joyda, ko'p joyda ko'riladi. Bu narsa plastmassa bo'ladi. Bular hozir temirdan yasab, choyli qilib yasab chiqarib berishyapti ekan. Shular haqida hammasini narx-navolari, qanaqa narxlarda chiqarilyapti, bular haqida hozir ustakamiz o'zidan ma'lumotlar olamiz. Bo'lmasa videoni boshlaymiz. Stanoy bitta ishlashiga bitta ahamiyat beringlar. Har biri o'sha o'zining ma'lum belgilangan joyiga borib to'xtaydi va o'sha joyning ustiga chekishini bosadi. Bittasi nonni presslab beradi, yapaloqlab presslab beradi. Bittasi o'sha ustidagi gulini bosadi. Xohlasalar ham bittada shu misol yapaloqlash bilan ustida gulini bosadigan bitta variantda desalar ham mana bunaqangi bitta porsiya yapaloqlaydida, bittasi o'sha chekishini bosib beradigan holatda qilib berishlari ham mumkin. Hozir buni o'chirib qo'yamiz, chunki ovozimiz yaxshi shovqinda yaxshi chiqmay qolishi mumkin. Endi bularning narxlari qanaqa bo'ladi? Ustakamiz o'zidan batafsil ma'lumotlar olamiz. Xo'p, ustaga buni ma'lumotlarni bersak, qanaqangi apparat bu o'zi? U 2 vakuumli apparat. 2 vakuumli apparat. Bu 650-700 grammgacha non chiqaradi. 650-700 grammgacha bemalol 700 grammgacha chiqaraveradi. Soatiga maksimum 600 tagacha chiqaradi. 600 tagacha soatiga chiqaraveradi. Bu degani har 1 minutda qancha non chiqaradi degani? 10 ta. 10 ta non chiqarar ekan 1 minutda. Maksimum 10 ta chiqaradi. Maksimum 10 ta. Endi ba'zilar chiqib 2 minutda chiqaradi deyapti, u iloji yo'q narsa. Uni iloji yo'q. Uni iloji yo'q. 1 soatda o'sha 600 ta non manimcha ancha hazilakam narsa kerak bo'ladi. Endi buni so'ragan yana bitta ma'lumotlarni so'raymiz. Xo'p, mana yerda bir xilgisida 3 talik ko'ryapmiz, bir xilgisida bittalik ko'ryapmiz aka. Manisi bittasi chekish vazifasi, bittasi o'zi nonni o'sha tapaqlab chiqarib beradi. 3 vakuumli, 2 vakuumli bo'ladi. Mana ko'rsatganingizdek 3 vakuumli, 2 vakuumli bo'ladi. U buni afzalligi bormi yo o'zi buni o'zida ish bitadimi? Yo'q, bir xil non bo'lsa, shuni o'zi ish bitiradi. Shuni o'zida ish bitiradi. Birinchi so'zdan bosib qo'ygani bilan hech qancha o'zgarmaydi. Nonning sifati unaqa o'zgarmaydi. Ko'pchilikda o'zgaradi deb nima qilyapti, lekin uncha o'zgarmaydi. O'zgarmaydi. Ha, pastda bir xil non chiqaradi. Buni o'sha qolipini xohlagan qolipidan sizga zakaz berilsa, xohlasa kattaroq qolip aytishi mumkin, o'sha 600 grammga moslab turib, xohlasa kichikroq qolip aytsa, o'shanga qarab moslab chiqarib beraverasiz. Xuddi shunday. Xuddi shu apparatimizni mana shu ko'rinishda 8 gramm 1 kilogacha bosadigani bo'ladi, faqat uni non qo'yadigan joyi 4 ta bo'ladi, silindri kattaroq bo'ladi. Ha, non qo'yadigan sig'imi o'shanga qarab bo'lar ekanda. Mana sig'imlari hozir o'shaning hisobini olib olish kerak ekanda. Shunaqa. Sig'imi hozir bunda 5 talikmi? 5 talik, bunda 5 talik. Xo'p, bunimizni komplektida nimalari bo'ladi? Komplektida bitta qolip, bitta chekishi bo'ladi. Bitta mana 3 kilovatli yaxshi kompressor, 5 shumlik kompressor bo'ladi. Biz faqat mana shunaqa yaxshi kompressordan beramiz. Ko'pchilik apparat narxini arzon aytib, kichikroq kompressor qo'shib yuboryapti. Bizda minimum 4 porsionli 2 motorli kompressor bo'ladi. 4 porsionli 2 ta motorli ekan. Bu adashmasam aka, mana tez to'ldirishi ham ancha tezlik bo'lsa, 1,5 minutda to'ldirib bo'ladi bu. 1,5 minutda to'ldirib bo'ladi o'zini bachada. Tushunarli. 3 kilovatli, xuddi buni 1,5 kilovatlicha ham bo'ladi. Hamma apparatizga shundan qo'shib beramiz. Hammasiga shundan beramiz. Shunda bunimizning narxi qanaqa? Mana shu kompressor bilan birga $650. $650. Xo'p, endi bunisini ko'ryapmiz. Bunisi sal boshqacharoq dedingiz, boya. Bu qanaqa apparat? Faqat usti to'liq nержавейка. Ha, bunda misol ma'lum belgilangan joylari nержавейка bo'lsa, bunda usti полный nержавейка bo'ladi. To'liq nержавейка bo'lsa, ana ko'chirilsa ko'rinadi. To'liq nержавейка. Bunimiz narxi o'sha komplekt kompressor qolip chekishi bilan $700 sotadi. $700 ga o'sha nержавейкasiga qo'shilib qolyapti ekan. Shunaqa nержавейкasiga qo'shiladi. Tushunarli. Lekin hamma yo'g'i ichidagi narsalari bir xil. Hamma yo'g'i bir xil. Hamma yo'g'i bir xil. Hammasi bir xil. Endi 3 porsiyaligimizni bitta batafsil tushuntirib beraylik. 3 vakuumli apparat. Buni ko'pchilik olayotgani 2 xil qolip qo'yib oladi. Bittasini o'chirib qo'yib, bittasini ishlatadi. Xohlasa bu qolipni o'chirib narigisini ishlatadi. Qolipni almashtiravermaydi-da, o'shanga tejirganda. O'shanga yaxshi bu 3 vakuumli. 3 vakuumli shularga ma'qul. Keyin bunda non qo'yadigan joyi ham 6 ta bo'ladi. Sal tezroq chiqaradi nonni. Ha, tushunarli. Mana 3 ta. Mana bu yerda ko'ryapsizlar 6 ta ekan. Shu non qo'yadigan joyi ancha ish jarayoni tezlashadi. Hisobiga ozgina vaqtdan yutadi, keyin qolip almashtirmaydi. Noqulaylik tug'dirmaydi.
Bo'ldi, tushunadi. Endi buni misol qo'shilyapti, bu anchagina narsa qo'shilib qolyapti. Shunaqa xuddi. Narxi ham shunga qarab qo'shilib shunga qarab qo'shiladi. Buni xuddi o'sha kompressor bilan birga narxini $1000 qilib beramiz. Ha, $1000 qilib berasiz. Mana shu 3 ta qolib beriladi bunga. Bunga 2 ta qolib, bitta chekish beriladi. Qolipini 2 ta qilib berasiz. Bitta chekish, kompressor hamma yo'q ichida bo'ladi. Qadrdonlar, ko'ryapsizlar, orqada ancha tayyorlab qo'yishgan, xudo xolasa o'zlari sex ishlab chiqarish birinchi qo'l o'zlaridan ishlab chiqariladi. Hamma misol sizlarga qolip zarur desalar, ertaga misol bulardan ham servisidan muammo bo'lmaydi. Hamma detali o'zlarida bor, o'zlari ishlab chiqarishadi. Har bir qolipigacha, detaligacha bemalol servisini qilib berish imkoniyatlari bor. Endi qadrdonlar, bundan tashqari mayaqlar svetoforlarimizni ko'rsatsa, bu svetoforlarimizni o'zlari hamma detalni o'zlari teryapsizlar. Hammasini o'zimiz qilamiz. 100% temirdan bu, ketmaydi, quyoshdan unaqa buzilib ketmaydi. 100% temirdan, xudo xolasa yangi boshlangan soha. Kelishtirib, buni ham asosan maktabdan oldiga tayyorlayapmiz buni. Maktabdan oldiga peshoxodniy qilib, ko'chma svetofor. Ko'chma svetofor. Ustida quyosh panellari hamma yo'q bilan bo'ladi. Bu endi o'shani bitayotgan jarayoni. Bitayotgan jarayoni, hammasi bitta ramaga yig'iladi. Endi bularni zakaz bo'lgan tepaga joylab beramiz bularni. Mana ular tepaga joylanadi. Mana bu ikkita tepasi bu yo'qsiz svetofor, bu tepaga joylanadi bu. Ular tepaga joylanadi. Mana ular o'sha tepadagilari, maktabning oldilariga o'sha peshoxodlar o'tadigan joylarga mana. Ichi odamni qizil, yashil, o'sha odamni yonib turgan belgilardan ham bilsalar ham bo'ladi. Keyin gapiradigani ham bor. Mana ko'zi ojizlarga svetoforni gapiradigani ham beramiz. Shunaqa variantlar to'xtang deydi. Yashil yonsa yurish mumkin deydi. Gapiradigan svetofor. Buni ham har xil turlardan qilib berish imkoniyatlari bor. Misol internetda ko'rganini qilib berar ekansizda. Xuddi shunday, xuddi shunday. Internetda chiqarganini qanaqasi xohlasa, o'shanga qarab, talabga qarab, taklifga qarab talab bor deydimi? Shunaqa. Xudo xolasa hammasidan chiqarib berishar ekan. Hop, bularimizni narxlar qanaqa chiqadi? Misol sizga telefon qilish kerakmi yo'q bo'lmasa misol mana shulardan har xil bo'ladi. Buni nomerimizni pastga yozib qoldiramiz. Telefon qilishsa batafsil ma'lumotni beramiz. Bunga tushunarliroq qilib o'zlariga bilan aloqaga chiqsalar, pastki nomerlarga aloqaga chiqsalar, chiroyli qilib ustakamiz o'zlari bular haqida to'liqroq ma'lumot beradilar. Misol kimdir hashar yo'li bilan mahallasini boshiga qo'ymoqchidir, mana shunaqa svetoforlarni yo bo'lmasa misol davlat tashkilotlari qaysidir chorrahalarga qo'ymoqchi bo'lganlar bemalol aloqaga chiqinglar, chiroyli qilib o'zlari kelishtirib qilib berishadi. Bo'lmasa qadrdonlar shunaqangi apparatlar zarur bo'lsa, undan tashqari yana boshqa shunga o'xshagan mahsulotlar zarur bo'lsa, ustakamizga aloqaga chiqsalaring, bemalol o'zlari chiroyli qilib narxlarni kelishtirib qilib beradilar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, hammani oilasiga xursandchilik, baraka bo'lsin.